Mana bu o'simligimiz do'stlar g'umey ekan. To'g'risi buni o'zini asl biologik nomini men bilmayman, lekin biz g'umey deb ataymiz. Shunaqa bir chiroyli o'simlik. Lekin bu o'simlikni bilasizmi, bir tomorqaga tushib qolsa огородga umuman yo'qotish qiyin-da. Mana men qancha yerda kovlab tashladim. Yo'qotaman deb, lekin bu огородni ichidan bu g'umeyni hech yo'qotishni ilojisini topolmayapman. Kovlagan sarim baribir 2 haftadan keyin yana g'umey paydo bo'lyapti. Ana shu hammasi g'umey yo'qotish juda qiyin bo'lyapti. Buni urug'i yomon, tomiridagi urug'i yomon ekan, tomirlari yomon ekan. Shu bittagina bo'lakcha uzilib qolsa ham yo'qotish qiyin ekan. Yana qanaqa usullari bor, kommentda yozib qoldiringlar, g'umeyni yo'qotish uchun.